Instagramga, Telegramga sochlarini yozib, avratlarini ko'rsatib, birovni nima deydi, ko'zini gunohga to'ldiradigan fohishona, shahvat qo'zg'atadigan videolarini, rasmlarini shu Instagramga, Telegramga, gilavnisiga, postiga, istoriyasiga qo'yib yurgan mana ayollar, qizlar bor. Qabrga baribir kirasan bir kun. Azroilni qo'liga tushasan bir kun. Hisob-kitobni qilib oladi. Yaxshi eshitsin shular. Xudodan qo'rqsin. Fahsh suratlar qo'yayotgan, rasmini qo'yayotgan, gilamnisiga qo'yib, nechta odamlarning oilasini buzayotgan, oilalarni buzayotgan mashalar. O'sha chiroqlarda ko'ribgan xotinga bo'lgan muhabbat yo'q bo'lib qolyapti-da. Oila buzilyapti. Oilalarda buzilishiga ko'p sabablar, lekin bittasi mana shu. Musibatlarni boshidan ko'tarishiga bandalar, Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Gunohkor bandalar, gunohlarni kechirishiga bo'lgan Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda. Suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch. Bizda shu ishonch bormi?